majra keçirga sizlarni ishni chiqarib chatyapman. Endi shuni bozorga chiqmoqchi. O'sha 20 million bilan men masalan bozorga chiqolmayman. Patentim bor, ayollar bor. Opa, qarang, siz qaysi mahallada? Bo'yish mahalla turibman. Bo'yish mahallada. Siz hozir 20 million so'm oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib, tikuvchilikni shug'ullanasiz. Endi hozir yana kuchaytirib ko'proq olib, buni yopmoqchiman. Buni kreditingizni oyma yopib kelyapsiz. Oyma yopib ketgan bo'lsangiz, bizlarda mening mahallamdagi kredit produktimiz 30 milliongacha naqd olganmiz. Plastik kartaga ko'chirgan. Ayollarga 24 million. Ayollarga. O'sha kredit produktimizni taklif qilamiz. Sizga agar hokim yordamchisi limit bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha kredit produktini olib turib bemalol ishlatishingiz mumkin. Xohlasangiz material olasiz, xohlasangiz bozorda rasta qilasiz. Xohlasangiz boshqa narsalarga ham keng qamrovli kredit. Tushunyapsizmi? Faqat maqsadni ishlatish kerak. Kreditni olib ishlatib olsangiz bitta adashasiz. Kredit olib turib avrot qilish kerak. Haqiqatda siz aytgandek material olib kirish kerak, materialni olib turib pulga kirish kerak. Pullarni bozorga chiqarib sotish kerak. O'shanda daromad bo'ladi. Shu hozir bozorga chiqmoqchiman, yuklarimni kuchaytirmoqchi. 6 million 800 million biznesga chiqaran kredit. 6 million 800. Mening mahallam degan kredit produktimiz bor. Ayollarga 24, erkaklarga 26%. 12 million so'm sug'urta bilan 12 milliondan oshgan qismi kafillik, uchinchi shaxs kafilligi bilan beriladi. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik kreditlarimiz bor. 30 kungacha hokim yordamchisi tomonidan mahalla vakillari o'rganib, uni ham tadbirkorlarga beriladi. Farzandi asalari